Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muzaffar aka, aka. yaxshimisiz? Rahmat, Charchamayapsizmi? yaxshimisiz? Rahmat. Havo zo'r. Zo'r. Xorazmda havo juda ham maza o'rtoqlar. Bizni ikkita narsa bu yerga olib keldi aka. Birinchisi bu mijozimiz o'zlari taklif etgandilar. Ikkinchisi tuxumbarakni sog'indik aka. Xorazmcha tuxumbarakka gap bo'lish mumkin emas. Hamma biladi, hamma yaxshi ko'radi. Aka, tuxumbarakni chetga qo'yamiz. Hali tushlik vaqtigacha ancha bor. Birinchi o'rinda hozir mijozimiz haqida qisqa ma'lumot berib o'tsangiz. Ikkinchi obyektlariga eshiklarni qo'yib beryapmiz. Ha, birinchisi ham bo'lgan. Birinchisi ham bo'lgan. Unda ham sizga murojaat qilganlar. Ha, uni ham 5 yil bo'ldi. Endi yangi imorat qilgan ekan. Yana shu eshiklarni chiroyli qilib. U uylarda taxminan nechta eshik edi aka? Bu uylarda taxminan 12-13 ta eshik adashmasam. Xo'p, bu uylardachi? Bu uyda 18 ta eshik. Aka, o'sish bor. 18 taga ko'tarilgansiz. Kiramizmi? Kiramiz? Ketdik aka. Ketdik. Bu uyimizni umumiy hol qismi bo'lsa kerak. To'g'ri. Hamma xonalarni birlashtirib turgan. Aka, bu necha metr taxminan balandligi? Taxminan shu 9-10 metr bo'lsa kerak baland. O'yinni ham ortib qo'yapti-yu tepaga qaragan sari. Xullas, hozir umumiy jarayonga, eshiklar haqida to'xtalishdan oldin uyning o'zi umumiy ko'rinishini bitta ko'rsatib o'tamizmi tomoshabinlarga? 3, Manfaatli bo'ladi. 2, 1. Ketdik. Aka, qarang, chiroylimi? Nasib qilsin. Yangi oldim. Chotki zo'r. Nasib qilsin bizga mana shunaqa san'at asari bo'lgan eshiklar. Aytgan Hozircha soatim haqida faqat shunaqa gapira olaman. Xullas, bu birinchi eshigimiz. O'zi 18 ta dedingiz, 17 ta 18 ta eshik bo'lsa, bu qaysi uslubda tayyorlangan aka? Nega aynan oynali eshik tanlangan? Bu xonamiz- O'zlari tanlaganlarmi? Bu xonamiz zal. Shuning uchun buni oynali qilib berganmiz. Yonida kuxnyamiz ham bor. Uni ham ikkalasini bir xil qilib berganmiz. Uyni dizaynga moslab, interyerga moslab, shu molding qo'yib oynali qilib berganmiz. Ichkariga ochilar ekan-a? Ichkariga ochiladi. Sababi mana bu holga xalaqit Ha, bermaslik. yo'lakni to'sib qo'ymasligi uchun. uchun, ha. O'zi qoidasi bormi aka? Mana shu eshikni ichkariga ochish, masalan, usta chaqirilganda odatda yo'q, mana bunaqa bo'lish kerak, bunaqa bo'lish kerak degan o'zlaricha qoidalarni chiqarishadi. Aslida qoidasi bormi? Endi qoidasi qanaqa? Misol, sanuzel yoki dushlarni iloji boricha ko'chaga tashqariga ochish kerak. Ha. Kuxnya bo'lsa, zal bo'lsa, bularni ichkariga ochsa ham bo'laveradi. Ha. Sababi xalaqit bermasa, uyni egasiga qaysi qulay bo'lsa, o'sha tarafga ochgan. Qoida demak qulaylikdan kelib chiqish kerak. Ha, lekin sanuzel dushlarga обязательно ko'cha tarafga ochish kerak. Ichkariga. Muzaffar aka, odatda mana shunaqa oynali eshiklarni ko'pchilik qo'yishni xohlaydi. To'g'ri. Lekin mana bu eshikning o'zi ham juda katta ekanda. Adashmasam 2 metr Yo'q, atrofida. elar ekan. Buni bo'yi 3 metr. Ha, 3 metr. Eni 1.70. Ikki tabaqa qilib berganmiz. Buni hozir 3 metrlar ko'p odam tepasiga framoga yasab qilishadi. Biz uni yaxlit qilib berganmiz. Uyning ko'rkiga ko'rk qo'shish uchun ham framo qo'ysangiz eshikni borini ko'rsata olmaydi. Yaxlit ochilsa, u boshqa chiroyiga yana chiroy qo'shadi. Siz aytgan framola deganlari bu tepa qismi mabodo eshik kichkina bo'lib qolsa, ha? 40 sm, Fotoshkadek qilib qoldiriladigan qismni aytilyapti. Endi bitta narsa borki, mana bu oynalar juda katta. Agar bolalar bitta xato qiladigan bo'lsa, ketdi. Mana shunaqasiga hamma oyna ketadi aka. Buni ham qanaqadir bir yechimini qilganmiz. Bu oynamizni qalyonlik qilib, oynani pishirib, simmaydigan qilib qo'yib berganmiz. mabodo sinsa-chi endi. Yo'q, buni kerak bo'lsa, bilan urib qo'yadi. ursa ham sinmaydi buni. Yo'q, Ha, shunaqa qilib berganmiz. Sinmaydigan oyna qilib. Hozir hamma lekin qarab turib, Bemalol ko'pchilikning shunaqa ehtiyoji bor-da, mana shu oyna sinib qoladi, o'zgartirish kerak, bu muammo. Hozir aytyapsiz, juda baquvvat deyapsiz. Endi buni bo'yi 3 metr-ku. Uni oynasini shu qalinlik qilib qilmasak, ertaga uy egalariga bosh og'riq bo'lib yuradi. Shuning uchun buni yechimini shunaqa qilganmiz. Tushunarli. Xo'p, yana eshiklar bormi? Bu uslubdan boshqacha tayyorlangan? Bor. Oynasiz glukhoy variantlarimiz bor. Endi buni hozir uy egalari bu uyga ko'chib yashashib o'tiribdi. Endi ular xonasiga, ularga imkon qadar imkoni yo'q. Xalaqit bermaymiz. Ha. Shuning uchun buni mana shu oynali eshiklarni to'g'ri tushunasizlar o'rtoqlar, siz uyda maza qilib dam olib bu videolarni ko'rayotgan vaqtingiz bu uyni egalari ham dam olishyapti. Shuning uchun ularga xalaqit bera olmaymiz, lekin biz imkon qadar mana shu uyda qilingan, bajarilgan ishlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Ketdik. qo'ldan kelgancha.
devorlarini aboy qilayotganlar katta xato qilyaptimi deyman, ha? To'g'ri, to'g'ri. Aboy birinchilab uyda havoni kirib To'sib qo'yadi. chiqishini to'sib qo'yadi. Keyin mana bu qoshlarni, lipkalarni qo'yish aboyni effekt qiyin. bermaydi. Bu oddiy solidni ko'rsatadigan Premium klass. ko'rsatib beradi. O hozir aboy oxirgi yillarda qo'yilmay turibdi. Lekin menimcha bu ham oddiy emas. Ya'ni o'ylashimcha, chunki bu necha qavatli shpaklyovka qilingan, rodban qilingan, yana bir narsalar surilgan, xullas Eshik ustalar ko'p yaxshi bo'ladi. bilishadi. Bu oddiygina qog'ozni yopishtirib ketish emas. Va xuddi shunday mana bu eshiklar ham. Bizni kompaniyamizga tegishli eshiklar. Shu eshigimiz ham mana fonga yarashib, devorlarga Bir yarashib xil bo'lib turibdi. chiroyli qilib chiqarib berganmiz. Bu spalnimiz, ya'ni aytganimizdek, ichkarida uyning egalari spalnisi. Yotoqxona. Buning ichida ham 3 ta eshik qo'yganmiz. Dushiga, denli, garderobiga. Bular endi 1,5 tabaqali eshiklar Bu deyiladi. 1,5 tabaqa. Buni ham bo'yi 250, eniga 125. Chiroyli Ranglari chiqadi. oddiy oqmi yo jemchi? Yo'q, jemchiq qilganmiz. Bel jemchiq. Aytganimizdek, bu jemchiq ham italyanskiy Renner kraskadan qilib berganmiz buni. Obshipkalari, nalishniklari bilan chiroyli qilib. Mana bu tilla ranglar bor-ku, aka, qaysidir xonaga ishora qilyapti-da. Ichkarimizda to'g'rida zalimiz bor. O'sha zalni ham bir ko'rsangiz. Yorqin bo'lib turibdi o'rtoqlar. Ko'ramiz ha? Birgalikda. Ketdik. Xo'p, zal qismi. Aytdim, qayerdan quyosh sharaqlayapti, aka, kiring. Quyosh sharaqlayapti dedim. Mana, o'zingizlar bitta ko'ringlar. Haqiqatan ham pardalar, qandillar, eshik stollargacha moslab qilgan. Ha, tilla ranglardan foydalangan. Devordagi lipkalarni ko'rsangiz ham tillarni nomiga yuritilgan, chiroyli qilib bosib turibdi. Aka, bilasizmi, 15 yillar oldin, shu endi es bilaman, 2000-yillarning boshlarida, 20 yillar oldin mana shunaqa ganchlar urf bo'lgandi. Lipka to'g'ri. Ha, lipka deydimi? Keyin orada bir yo'qolib ketdi. Har xil uslublari chiqdi. Yana o'sha hozir aytganimiz aboylarni har birinchi gulligi, hozir gulligini hech kim qo'ymayapti. Hech kim qo'ymaydi. Uyingizga tag'in gullik aboy olib o'tirmang. Gul qog'ozlarni. Maslahat. Chunki hozir atachenta uslubi bir narsalar chiqdi-da, devor. u ham sekin eskirib, mana ko'ryapsiz. Shunchaki fonga o'tdi. birorta devorni bir burchagida aboyni ko'rmaymiz. Mana emblemalarimiz, eshiklarimiz. Bu ham haligi eshik bilan bir xilmi, aka? Ha, narigi zalimiz bilan bir xil, faqat buni bo'yi 250. Ha. Undan uyni nimasidan kelib chiqqan, u xo'l. Pastroq. Ha, xo'limiz bo'yi 9 metr bo'lgani uchun uni zalimizning eshiklari baland. Bu tamburi, obshipkasi. ha, o'zimizdan bu. Ha, eshikni rangi bilan hamma narsasi bir xil qilib obshipka qilib berganmiz. Mijozlarga odatda men bilaman, siz alohida nimadir taklif qilasiz. Masalan, qandaydir o'ziga xoslik, ya'ni u boshqa uyda takrorlanmagan. Bu uyda nima bo'lgan shunday? Nima taklif qilib olgansiz? Bo'yini Eksklyuziv. uyning egalari bir ikki joyini qiziqqan, undan boshqa ham. Bo'yini 3 metr yaxlit qilib bera olmaymiz. Faqat framoga yasab beramiz deb aytishgan. Keyin eski obyektlarga qo'yib berganimiz uchun yana murojaat qildi, ish qilib, shu bilan 3 metrlik qilib yasab berdik. Haligi birinchi mehmonxona eshigi 3 metrlik. Ha, to'g'ri. O'shani ko'rib, keyin o'zi ham rahmat etib, hozir o'zidan bir ikki og'iz gap intervyu olsak bo'lardi, lekin o'zi hozir safarda Toshkentda ekan. Shu bilan lekin o'zi mijozimiz o'zi juda mamnun bo'ldi. O'zi qoidasi qanaqa aka? Masalan, 320 patolog bo'lsa, 320 patologga qanaqa balandlikdagi eshik o'rnatish kerak bo'ladi? Endi hozir oxirgi yillarda dim interyer dizayn dim kuchayib ketdi O'zbekistonda. Hozirda patologni o'zida ham ochsa bo'ladi, skritilar ham ko'payib ketdi. Endi 320 bo'lsa, kami shu 50, 250, 260 qo'ysalar balandligini chiroyli ko'rsatadi uyni. Bu eshikni o'rni qoldirilganmidi aka yoki masalan siz yana qandaydir to'ldirishlar qilishga majbur bo'ldingizmi? Yo'q, buni o'zi qoldirgan ekanlar. O'sha 3 metrni ko'rib, buni ham baland qilmoqchi edik, lekin salma bu regel nimalar to'g'ri kelmadi, shu bilan tepasi o'zi tayyorlanganda. Bo'lmasa uyning egasiga 3 metrlik juda yoqdi eshigi. Endi buni imkoni bo'lmagani uchun, bu alohida bu yoq tarafda turgani uchun o'zi bu balandlikka ham tushadimi 3 metr? Juda yuqori bo'lib ketmaydimi? Yo'q. Eshik qanchalik baland bo'lsa, shunchalik uyni chiroyiga chiroy qo'shadi. Bo'ldi, rahmat aka.
Muzaffar aka, mana shu Nimalang? oxirgi 3-4 ta chiqishlaringizda mijozlarning uyiga bordik, eshiklarni ko'rdik. Taxminan adashmasam, shu oxirgi 3-4 ta videolarda 50 ga yaqin eshik o'rnatib bergansiz mijozlarga. Mana shu videolarni ko'rib, sizni oldingizga eshik uchun boradiganlarga nima tavsiya bera olasiz, nima taklif bera olasiz? Endi Elal aka, avvalambor mijozlarimiz uchun har doim shu uyini chiroyli ko'rkka oshish uchun eshiklarni chiroyli qilib, qirilmasdan, kirchilmasdan 10 yil, 15 yil xizmat qiladigan qilib variant qilib, chiroyli qilib o'zlarimiz uyga qo'yganimizdek, klientimizning uyiga chiroyli qilib qo'yib beramiz. O'zimizga nimani ravo qilsak, klientimizning uyiga ham shuni ravo qilib, chiroyli qilib beramiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Bemalol. Yana bitta narsa. Aka, bir narsa qilib beraylik bugun. Ayting. Mayli. Mana ular eshityapti hozir. Qarang. Biz hozir Urganchdamiz. Urganchdagi mana shu 3 metr balandlikdagi eshiklaringizni ko'rib keldik deydiganlarga nimadir yordam qilaylik, qandaydir imkoniyat bormi shunaqa? Bor. Ha? Muddatidan oldin, 3 kun oldin masalan topshirib berish imkoniyati. Endi bizning muddatimiz har doim O'zi vaqtidan oldin. vaqtidan 3 kun, 5 kun oldin ham keladi. Klientlarimiz ko'psi olgan odamlarning o'zlari videoni ko'rib turgan bo'lsa, qo'mitaga yozsa ham bo'ladi. Shu narsani aniqligini. Bizda so'roq xudoga shu uni cho'zilmaydi, boshqa qilmaydi. Aytgan payti 5 kun, 3 kun oldin turadi. Narxini mayli aka imkon qadar 10% skidka qilib beramiz. O, mana bu alohida taklif bo'ldi o'rtoqlar. Xullas, Urganchdagi 3 metrlik eshiklaringizni ko'rib keldik deydigan mijozlarimiz bo'lsa, 10% gacha chegirmalar bo'ladi o'rtoqlar. Siz bozordagi eshiklarga chegirma olmayapsiz. Premium klassdagi Akbarich eshiklari uchun alohida chegirma olyapsiz va albatta sifat, kafolat bular haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Aka, rahmat. Bozoringizni bersin. Sizga ham rahmat. Salomat bo'ling. Xush ko'rdik. Ketdik. Xullas, doimgidek biz sizga mukammal taklif beramiz. Biz siz istagan o'lchamda, siz istagan dizaynda va siz istagan mukammallikda eshiklarni tayyorlab beramiz. Akbarich ko'ngil tinch. Xorazm viloyati Urganch shahridan Akbarich kompaniyasi uchun maxsus tayyorlandi. Elyor Hoshimov, salomat bo'linglar.